Bu hadis Zaynab-i Thaqafiyyadan rivoyat qilinadi. U kishi Abdulloh ibn Mas'ud radhiyallohu anhuning ayollari bo'lgan. Aytadilarki, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam: "Ey ayollar jamoasi, agar taqinchoqlaringdan bo'lsa ham sadaqa qilinglar" dedilar. Bu ayol aytadilarki, men Abdulloh ibn Mas'udni huzuriga qaytib keldim, erlarida endi. Aytdimki, siz kambag'al, qo'li yo'q kishisiz. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bizlarga sadaqa qilishni buyurdilar. Siz Rasululloh sallallohu alayhi va sallamdan borib so'rang. Agar sizga sadaqa qilsam joiz bo'lsa, sizga sadaqa qilaman. Bo'lmasa, sizdan boshqalarga qilaman sadaqani dedilar. Abdulloh ibn Mas'ud radhiyallohu anhu aytdilarki, Rasulullohning huzurlariga o'zing bor dedilar. Shunda haligi ayol Abdulloh ibn Mas'ud radhiyallohu anhuning ayollari Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni huzurlariga borsalar, eshikni oldida yana bir ansoriy ayol turgan ekan. Uni ham hojati meni hojatimga o'xshagan ekan. U ayol ham xuddi shunga o'xshagan bir masala so'ragani borgan ekan. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam juda ham haybatli zot edilar. Ya'ni bizlar kirishga jur'at qila olmadik degan ma'no bor bu yerda. Bilal radhiyallohu anhu bizni huzurimizga chiqdilar. Bilalga aytdiki, kirib Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga xabar ber. Ikkita ayol kelgan, masala so'rab kelgan. Ya'ni ular o'zlarining sadaqalarini erlariga va o'zlarining bag'rlaridagi yetimlarga bersa bo'ladimi, joizmi deb so'ragan dedilar. Lekin biz haqimizda xabar berma dedi. Faloncha, pemadoncha demagin dedilar. Shunda Bilal radhiyallohu anhu Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning huzurlariga kirdilar. Masalani so'radilar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytdilarki, ular kim ekan dedilar. Bilal radhiyallohu anhu aytdilarki, bittasi ansoriy ayol, ikkinchisi esa Zaynab. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytdilarki, Zaynablarning qaysi biri dedilar. Ko'p ekanda Zaynab ismli ayollar. Abdulloh ibn Mas'udning ayollari. Shunda payg'ambar alayhissalatu vassalam ularga ikkita ajr bor dedilar. Chunki Bilal radhiyallohu anhudan bular so'ratdi-da. Ya'ni biz o'zimizni sadaqalarimizni erlarimizga va o'zimizning bag'rimizdagi yetim bolalarga bersak bo'ladimi? Shuni so'rab bering dedilar. Payg'ambar alayhissalatu vassalam ha dedilar. Bunda ikkita narsa bor ekan. Ham silay rahim bor ekan, ham sadaqa bor ekan. Endi bu hadisdan olinadigan foydalarga to'xtalib o'tamiz. Xo'p, ayol kishi din ishlarini so'rash uchun uyidan chiqib bir olimning huzuriga albatta guvohlar bilan kirishi, borishi mumkinligi. Talabiy ilm erkaklarga vojib bo'lgani kabi ayollarga ham vojib ekanligi. Uchinchi foyda, demak, din ishidagi mushkul masalalarni ahli ilmlardan borib so'rash lozimligi kelib chiqadi.